Iste'dodli shoir, dramaturg, olim va jamoat arbobi Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahrida dunyoga kelgan. Hamid Olimjon talabalik yillaridayoq she'riyatga qiziqadi. Uning asarlari 1926-yildan Zarafshon gazetasida chiqa boshlagan. 1927-yilda shoir mazkur ro'znoma muharririyatiga o'z ish faoliyatini boshladi. Hamid Olimjonning Ko'klam nomli ilk she'riy to'plami 1929-yilda bosilib chiqdi. Shundan so'ng Olov sochlar, O'lim yovga, Poyga kabi she'riy to'plamlari nashr etildi. Davr bilan birga odim tashlagan, o'z ijodida xalqimizning mehnat jabhasidagi qahramonlarligini tasvirlagan shoir 30-yilda qator ilk ajoyib she'rlar bilan birga Zaynab va Omon dostonini yaratdi. Hamid Olimjon she'riyatining lirik qahramonlari zamon bilan baravar odim otuvchi, vatanparvar, shodlik va baxt taronalarini kuylovchi insondir. O'zbek xalq og'zaki ijodining ajoyib durdonasi Alpomish dostonini birinchi marta Hamid Olimjon tomonidan nashrga tayyorlanib chop etildi. U Alisher Navoiyning 500 yilligini o'tkazish yubiley qo'mitasining a'zosi sifatida ulug' shoir hayoti va ijodi yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan. Hamid Olimjon 1939-yildan to umrining oxirigacha O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga rahbarlik qilgan. Hamid Olimjon Daryo kechasi, Ulka, Baxt to'plamlari, Ikki qizning hikoyasi, Oygul va Baxtiyor, Simuruh dostonlari bilan o'zbek she'riyatida romantik tasvir tamoyillarining qaror topishiga katta hissa qo'shdi. Ikkinchi jahon urushining olovli yillarida uning Muqarrar nomli she'riy dramasi yaratildiki, u hanuzgacha dramaturgiyamizning go'zal namunalaridan biri bo'lib kelayotir. Uning Jinoyat dramasi zamonaviy mavzuda yozilgan. Bu davrda uning bir nechta she'riy to'plamlari bilan bir qatorda Jangchi Tursun, Roksananing ko'z yoshlari kabi qator balladalari ham yaratildi. Iste'dodli shoir 1944-yil 3-iyulda avtomobil halokatiga uchrab vafot etgan.